Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Bir advokatimiz bizga bir murojaat bilan chiqibdilar. Men ozgina o'tkazib yuboribman, endi ko'rib qoldim. 139-modda bor, ogohlantiramiz deb. Biz qonun qoidalarni juda yaxshi bilamiz. 139 nima, 140 nima, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 5-bob maxsus qism 40-modda, 41-modda biz juda ham yaxshi bilamiz. Endi siz aytyapsizki, professional darajada yondashish kerak deyapsiz. Biz shu darajada professional darajada yondashdikki, hattoki u insonlar tupikka kirganidan sizni uje meni himoya qiling deb sizni yollashdi. Xo'p, endi yana bir gapingiz juda ham bizga ma'qul keldi, qo'l keldi. Siroj uni Nozimani osilganini u ko'rgan birinchi deb. Albatta, bu juda ham zo'r yangilik bo'ldi biz uchun. Lekin bundan oldingi videolarda bu hamma insonlar, ya'ni o'sha ishtirokchilarning hammasi u yerda yotgan deyishganligi edi. Albatta O'zbekistonda sud bo'lganda ham bu gaplaringizga ham albatta javob berasiz. Qatdan oldingiz siz bu informatsiyalarni? Nimaga asoslanib aytyapsiz? Xo'p, agarda u osilganini ko'rgan bo'lsa, nima uchun shuncha narsani 12 seriya qilib video olishdi-ku, shu osilganini olishmadi? Mayli. Sizni ishingiz biron bir insonni himoya qilish. Lekin o'zingiz uchun biling, kimni himoya qilayotganligingizni. Prosta o'zingiz uchun biling va siz bilasiz kimni himoya qilayotganligingizni. Yana bir narsa, meni javohir deyapsiz-da, lekin nimagadir avazaka deyapsiz. Xo'p, bu ham mayli. Lekin nimaga endi shuncha odam gumonlanuvchi insonlar turganda nimaga aynan endi Sherzod advokat yolladi? Nega qolganlar emas? Mayli. Albatta hamma narsani hali vaqt ko'rsatadi. Vaqt ko'rsatadi hammasini. Salomat bo'ling. Xo'p, o'rtoqlar, ozgina eskiroq mavzuga qaytamiz. O'zi bu mavzu haqida umuman gapirish xohlamagan edim, lekin kimdirlar shu gapirishimni xohlash shakl. Xo'p, nekroz masalasiga keladigan bo'lsak, uni 4-sinf bolasi ham ko'rib turibdi, u qorin nekroz bo'lganligi. Lekin uni operatsiya qilgan odam kim? Birinchi o'shani aniqlab olish kerak. Nima uchun operatsiyada ishtirok etmagan odam samasud bo'lishi kerak? Nima uchun qonun bor joyda u javob berishi kerak, samasud bo'lib? U noto'g'ri narsa. Sizlar fokusni umuman boshqa odamga qaratib qo'ygansizlar. Mana men nima uchun olib chiqdim? Nekroz bo'lganligini u hamma bilib turibdi, uni hech kim inkor qilayotganligi yo'q. Lekin u operatsiya qilgan odam javob bermasdan klinikani egasi borib uni samasud qilinyapti, blogerlar tomonidan borib u xonasiga bostirib kirilyapti. Unda qonun nimaga kerak? Qonun turibdi-ku. U yozish kerak uni ustidan. O'sha operatsiya qilgan odamning ustidan yozish kerak. Mana sen operatsiya qilding, sandan keyin mana bunaqa narsa bo'ldi deb yozish kerak. Uni huquq muhofaza tashkilotlar uni aniqlik kiritadi. Haqiqatda shunaqa nekroz bo'ldimi, shu odam qilganda yo'qmi? Ana undan keyin natijasini ko'rish kerak. Lekin sizlarning qilgan xatoinglar shundan iboratki, sizlar umuman operatsiya qilmagan, ya'ni operatsiyada ishtirok etmagan odamni xonasiga bostirib kirdinglar. Qonun turib, sizlar uni xonasiga bostirib kirdinglar. To'g'ri, men sizlarni ham tushunaman. Jahringlar chiqqan, bu yoqda nekroz bo'lib turibdi. Lekin qonun bor joyda bunaqangi hal qilinmaydi. Keyin sizlar umuman mushtni boshqa odamga uryapsizlar. Uni bu operatsiya qilmagan-ku. Keyin meni videolarimni kesib qo'yish bu yaxshi emas. Men bunaqa degan edim, mana bunaqa bo'ldi deb. Yo'q, men u pediatrligini ham, buni o'sha xirurglik bo'yicha hujjatlarni ham hammasini po faktu inkor qilib bo'lmaydigan darajada qo'yib qo'yganman. Sal faqat sizlar fokusni boshqa qaratib qo'yapsizlar. Bunaqa qilib odamni chalg'itmanglar. Sizlarni o'sha operatsiya qilgan odam kim? Bo'ldi. O'shani topish kerak.